Islom madaniyati va ma'rifatini dunyoga tarannum etish orqali radikalizm va islamofobiyaga qarshi samarali kurashish mumkin. Bu borada O'zbekistonda amalga oshirilgan noyob loyihalar Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Moturidiy, Imom Termiziy, Bahovuddin Naqshband tadqiqot markazlari salohiyatidan birgalikda foydalanishga chaqiramiz deb ta'kidladi O'zbekiston yetakchisi Samarqand sammitidagi nutqida. Rost, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yangi O'zbekistonda asrlarga tatigulik ma'naviy xazinalar bunyod bo'lyapti. Shunday noyob loyihalardan biri butun islom olamidagi eng e'zozli maskanlardan hisoblanadigan Imom Buxoriy majmuasi bo'ladi. 44 gektar maydondagi mo'jizakor muhit har qanday kishining aqlini shoshiradi. Mo'tabar maqbara, 10 ming kishilik masjid allaqachon qurib bitkazilgan. Ziyorgohning 4 burchagidagi 45 metrlik minoralar unga o'zgacha mahobat bag'ishlab turibdi. Davlatimiz rahbari har gal Samarqandga kelganida ushbu ziyoratgohga ham albatta tashrif buyuradi. Majmuaning qurilish jarayoni bilan tanishib, bu joy faqat ziyorat emas, ilm, ma'rifat, tarbiya va ibrat maskani bo'lishi, Imom Buxoriyning buyuk izlanishlari, bilimi hamda kamoloti ziyoratchilar, ayniqsa yoshlar uchun ezgu namuna bo'lish kerakligini ta'kidlaydi. UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasi ochilish marosimida ishtirok etish uchun Samarqandga kelgan Shavkat Mirziyoyev bu safar ham ezgu an'anaga muvofiq avvalo Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildi. Davlatimiz rahbarining shunday muhim anjuman oldidan bu safar ham Imom Buxoriy majmuasiga tashrif buyurgani yurtdoshlarimizga o'ziga xos kayfiyat bag'ishladi. Bu ulkan bunyodkorlikning ko'lamini his qilish va undagi o'ziga xos atmosferani tomoshabinlarimizga yetkazishni lozim deb bildik. Muhtaram yurtboshimiz Samarqand viloyatida qurilayotgan juda ham bir muhtasham Imom Buxoriy hazratlarining majmuasiga keldilar. Bu majmua mana bir necha yillardan beri qurilayotgan bo'lsa, doim muhtaram yurtboshimiz tashrif buyurganda ta'kidlaydigan narsalari shu bo'lar ediki, Imom Buxoriy buyuk zot. Imom Buxoriy bu Allohning kalomidan keyingi eng ishonchli bo'lgan hadislar to'plamini jamlagan zot. Butun dunyoga mashhur va ma'lum zot. Demak, biz bino qilayotgan bu inshoot, bu majmua ana shu zotning maqomiga munosib bo'lish kerak degan ta'kidni qayta qiladilar. Bu yerga keluvchi ziyoratchilar bir ma'naviy, ruhiy bir ozuqa olib ketsin degan ma'noda o'sha Imom Buxoriyni qoldirgan asarlaridan saralab ilm uchun, ma'rifat uchun, insoniyatning axloqi, odobi uchun zarur bo'lgan hikmatli so'zlar, payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislari shu yerda joy olsin degan takliflarni qayta aytardilarki, bugunga kelib mana shu ishlar kamoliga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu majmuani barpo qilinishidan ko'zlangan maqsad birinchi navbatda Imom Buxoriyga bo'lgan hurmat, ehtirom qolaversa 100 yil balki 1000 yillik avlodlarimiz uchun bir ma'naviyat o'chog'i bo'lib qolsin. Bu yerda kelgan yoshlarimiz, bizning ajdodlarimiz qanday zotlar bo'lgan ekanligini bir ko'z oldiga keltirsin-da, bularga havas qilib, ana shularni yo'lini davom ettiradigan, ilmlik, ma'rifatlik, dunyoga O'zbekistonni dong'ini taratadigan, mana shunaqa ulamolar yetishib chiqqan zamin ekanligini qayta eslatadigan bir avlod chiqsin degan katta bir maqsad yotibdi. Haqiqatda ham davlatimiz rahbari Imom Buxoriy merosiga juda ham katta bir e'tibor berayotganligi har safar Samarqandga borganlarida Imom Buxoriy majmuasini ziyoratidan boshlaydilar. Bu ham bevosita yurtboshimizning ajdodlar merosi, buyuk allomalarimizga bo'lgan ehtiromlari va mana shu buyuk allomalar timsolida bugungi yosh avlodni qanday tarbiyalash kerak degan savol ham mana ilgari suriladiki, bunga ham javob berganlar yurtboshimiz. Ya'ni mana shu Imom Buxoriy majmuasi bu faqatgina ziyorat obyekti emas, balki ma'naviyat va ma'rifat maskani.
Ya'ni bu majmuani ma'rifat maskaniga aylantirish bo'yicha ham bir qator vazifalar qo'yilgan yurtboshimiz tomonidan. Mana shu vazifalar doirasi mana Imom Buxoriy muzeyini ham tashkil topganligi ham juda ham bir diqqatga sazovor, chunki hurmatli prezidentimiz Saudiya Arabistoniga shu Madina shahrida bo'lganlarida u yerda o'sha payg'ambar muzeyini ko'rib, xuddi shuningdek Imom Buxoriy muzeyini tashkil qilishlik haqida tashabbusni ilgari surgandilar. Mana bugungi kunda bu muzey ham o'z nihoyasiga yetdi va ziyoratchilar uchun bir ziyorat obyektiga, ma'naviy bilim olish, o'sha tarixga innovatsion, interaktiv holatlarda sayohat qilish imkoniyatini ham berganligini ta'kidlash kerak bo'ladi. Butun dunyoda Imom Buxoriy hazratlari haqida gap ketganda inson qo'li bilan yozilgan birinchi raqamli kitob deyiladi. Ya'ni Qur'oni Karimdan keyin eng sahih, to'g'ri, ishonchli hadislarni to'plagan to'plam sifatida mana shu Imom Buxoriyni Al-Jami' as-Sahih asarlar tan olinadi va butun dunyo shu orqali Imom Buxoriyni taniydi, hadis ilmi sultoni deydi va bugungi kunda bizni yoshlarga bu majmuani barpo etilishi, prezidentimizni tashabbuslari, bu yerda har bitta mayda detaliga e'tibor qaratilib, u yerda faqat shaklan, tashqi ko'rinish emas, balki uni mazmunan yoshlarga tarbiyaviy ahamiyati, ma'naviy jihati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni haqida prezidentimiz gapirdilarki, hozirgi yaratilgan bu qulay sharoitlardan foydalanib 3-renessans poydevorini qo'yish, ya'ni yana O'zbekistonni ilm-fan madaniyat markaziga aylanishi. Nafaqat islom dunyosi, balki butun dunyo buni e'tirof etyapti. Islom ilm-fan madaniyat o'chog'i bo'lganligi va hozirgi kunda yana mana shunday ilm-fan markaziga aylanayotganligi, albatta bu prezidentimiz siyosatlaridagi asosiy ustuvor yo'nalish ekanligini hamma ijobiy e'tirof etyapti. Muhtaram yurtboshimiz AQShda, Amerika Qo'shma Shtatlarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, bu yil yana qayta aytdilar. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy degan zotlarni, yurtimizdan chiqqan allomalarni ilmiy tadqiqot markazlari faoliyat olib borilyapti. Ana ularning haqiqiy o'sha ilmiy faoliyatlarini hattoki biz mana shu yerda taqdimot ham qilamiz degan gapni aytdilar. Bu juda katta bir tashabbus. Ana shu zotlarga munosib bir avlod bu yerda shakllanayotganligi va bunga muhtaram yurtboshimiz jiddiy jahd bilan harakat qilayotganlarini bir ifodasi. Albatta bundan xalqimiz juda katta bir manfaatdor bo'ladi. Avlodlarimizni ilmlik, ma'rifatlik bo'lish uchun katta bir zamin tayyorlanyapti. Bu majmua ana shu ilm, ma'rifat uchun katta bir ma'naviy ustun bo'lishligini alohida muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganlar. Imom Buxoriy majmuasi nafaqat bu masjid, nafaqat bu ibodat qilinadigan maskan, balki bu tarbiya, ilm, ma'rifat, axloq, odob oladigan bir maskan bo'ladi. Yurtimizda Imom Buxoriy balki boshqa ulamolarga ham bo'lgan ehtirom alohida qaratilyapti. Mana Imom Maturidiy hazratlarini marqadlari qaytadan barpo qilinyapti. Buning uchun alohida bir markaz ochilgan. Imom Maturidiyning ta'limotlari, ayniqsa bizni hozirgi tahlikalik bir zamonda din niqobida harakat qilayotgan turli oqimlarning iddaolariga raddiya bergan zot 1000 yil oldin bizi yurtimizdan chiqqan Imom Maturidiy edilar. Nima uchun endi mana shu kunda ham ana shunday buzg'unchi toifalarga qarshi bizni xalqimiz tura olmasligi kerak degan maqsadda bu markaz faoliyat boshladi va hozirgi kunda bu zotning ilmiy, ma'naviy meroslari o'rganib xalqimizga taqdim qilinyapti. Buyuk ajdodlarga juda katta bir e'tibor berilayotganligini, katta bir sababi bu zotlar o'z davrida islom olamini va butun jahon ilm faniga katta bir hissa qo'shib ketgandi. Butun dunyo ularni e'tirof qiladi. Bugun mana shu yangi O'zbekistonda mana shunday buyuk zotlarga munosib ziyorat obyektlari, ularga munosib ilmiy markazlar,
ularga munosib o'sha asarlarni tarjima qilish va xalqimizga, yoshlarga yetkazish va mana shunday buyuk zotlar mana shu yangi O'zbekistonda hali yetishib chiqadi degan katta bir maqsadlar sari davlatimiz rahbari boshchiligida shunday bir ishlar amalga oshirayotgan ko'rishimiz mumkin bo'ladi.